Hozir boshlanamiz. Keyin boshqalar kelsa keyinroq ko'raveradi. Endi hozir faqat inglizcha gapiringlar, mashq qilib. Ikkita savolim bor bugun. Boshlaganimizda what do you like to do in your free time? O'zbekchasi sharqda tushunmasiz. And what is your favorite food? Mikrofoningizni on qilib gapiringlar. Inglizcha yaxshi gapirmasangiz shunam bo'ladi, faqat mashq bu. Yo xohlasangiz chatdan inglizcha yozing. My favorite is cook pilaf. Yana deng, eshitolmadim. I didn't hear you. My favorite food palav. Palav. Yeah. And what do you like to do in your free time? I like it. But I like it. But Rano, savolingiz bormi? You have a question? Men xohladim javob berishmadim. I like spend my time special my hobbies. My hobbies writing poet and my favorite food nationals, Chinese, Spanish, and two Uzbek, my national food. Okay. Endi yaxshi gapirdingiz, lekin more connected bo'lsa xohlasangiz, you would say my favorite hobby is writing poetry. My favorite hobby is writing poetry. And then tushunmadim, yana deganingiz nationalities O'zbek tushundim, lekin bir narsa Spanish dedingizmi? Men aytmoqchi bo'ldimki, menga milliy taomlar har xil davlatlarniki yoqadi. Misol uchun Xitoy taomlari ham, Italyan taomlari, Ispaniya taomlari, Italyan taomlari. O'zingizni o'rgatishni yaxshi ko'rasizmi yo faqat nima edi? Ularni probit qilib ko'rishni, ya'ni ta'miga qiziqaman. O'zini o'qadimi deysizmi yo? Tayyorlashda faqat o'zimiz taomlarni yaxshi tayyorlasam kerak. Tushundim. Keyin Shahzoda sizni gapingizni qaraf qildi. Siz nima dedingiz? Men faqat ikkinchi savolga javob berdim. Men inglizchada hozir o'ylay, nima qilay, keyin yana aytaman. Men istadim, siz plov yaxshi ko'raman dedingiz. I think siz qayta pause qilib nima edi? Birdan aytmadingiz, shuning uchun men aytaman. You would say my favorite food is plov. My favorite is plov, yeah? My favorite food is plov. Food is plov. Yeah. We're going to move on. Endi buni o'tiz, lekin yangi studentga yana o'taman birdan. So, Englishchada alfabetimiz bor. Shu alfabetni ichida bitta konsonant bo'ladi, ikkita so'zlar boshqa sound qiladi. Misol she'rda S bilan H ni aralashtirsangiz sh qiladi. C bilan H ni aralashtirsangiz ch qiladi. Keyin T bilan H ni aralashtirsangiz V qiladi. Keyin shunda so'zlar bor. Misol bu share, shape, short, shake.
Can chinni ishlatsangiz, chin, cheese, chat, chop. Can t bilan hni ishlatsangiz, thing, thin, thorn. Can shu Englishda bitta so'zlarni aytsangiz, qaytib consonant, qaytib soundlarni o'zi qilmaydi. Misol in English C'ni nima edi? C bilan H'ni C H bo'lmaydi, chin bo'ladi. C bilan H chin bo'ladi. Can S bilan H C H bo'lmay sh bo'ladi. Shunday narsa. Can bitta daftaringiz bo'lsa, shuni yozsangiz yaxshi bo'ladi. Yo telefoningizda bitta picture olsangiz, yana qaraysiz. Lekin o'tganimiz, shuni o'zingiz bilsangiz, qilishingiz kerak emas. Endi hozir o'taman yana. Endi bu lessonga ko'p gaplashamiz. Inglizchani ishlatamiz. Inglizcha yaxshi bilmasangiz, embarrassed or nima edi? Don't be embarrassed. Like hammamiz shu yerda nima yangi narsani o'tmoqchimiz. Shuning uchun birdan yaxshi qilmaymiz. Endi gaplashishimizdan shu yerda yozib qo'yganman. Misollar, savol inglizchada. What is your name degani ismingiz nima? Where are you from? Siz qayerdansiz? And how was your day? Kuningiz qanday o'tdi? O'zi tarjima yomon bo'lsa menga kechiring. Keyin tiplar, nima deshni bilmasangiz, shu birinchidan ikkinchidan where are you from ni I am from deb aytasiz. Foodni yaxshi ko'rsangiz I like yo I don't like deb aytasiz. Keyin yana no I don't, yes I do. No degani yo'q, yes degani ha. Shunday narsa. Shu yordam beradi sizga gaplashganimizdan. Endi shu yerda game o'ynaymiz. Faqat English ishlating, o'zbekcha ishlatmang umuman. Endi tushuntiraman, qaytib o'ynaymiz. Birinchidan men sizni ismingizdan chaqiraman, keyin savol so'rayman. Shu yerdan savol what is your favorite food bo'ladi, shu savolni so'rayman. Keyin siz javob berasiz meni savolimga, keyin yana studentni so'raysiz shu bir xil savolni. Misol. Endi men aytsam, Go'zal, what is your favorite food so'rasam, Go'zal menga javob beradi. Keyin yana boshqa odamga so'raydi. Ismini aytib. Keyin shu odam favorite foodini aytadi, keyin yana odamga so'raydi. Shuni hozir qilamiz. Misol, nima edi, mashq qilib. Rana, what is your favorite food? My favorite food is manta. What do you like about manta? Do you like the taste? Do you like cooking it? Tasting and cooking. So you'd say, I like the taste and I like cooking it. Or I like to cook it. I like taste and cooking it. To'g'ri. But you would say, I like the taste and I like cooking it. I like taste with taste. and cooking taste. This thesis, I like the taste and I like cooking it. I like taste with cooking it. Yaxshi. Endi yana odamga savol so'raysiz o'ziz. Shu the same one. Bir xil savol. Shahida, what is your favorite food? Hi, Rano. My favorite food is soup. What do you like, taste or cook? I like cook and I like cook and taste.
Thank you. Your answer. Thank you for answering this. Thank you. Your answer. You're welcome. Yana kim bor bizda? Go'zalni so'raysiz. Go'zal shu dedi. Hi Guzal. What is your favorite food? Hi, my favorite food is samsa. And samsa, I don't like cooking, but I like taste. Okay, thank you. Yaxshi qildingiz, lekin ko'rganim siz mayli, siz so'zlarni bilasiz, lekin so'zlarni ichida kichkina narsalar bor, to, the, for, shu narsalarni mayli ko'proq yana o'tamiz. Shu rahmat, shuni bildim nimani qilishni. Article. Ha, shuni. Okay. Lekin yaxshi qildilaringiz. Rahmat. Thank you. Endi o'z inglizchada bitta sentence degani bor. Shu sentencening ichida 3 ta narsalar bor. Subject bor, verb bor, keyin object bor. Keyin sentence'ni o'zi tushunish kerak uchun siz ular 3 narsalarni bilishingiz kerak. So subject degani who or what the sentence is about degani nima hozir bu narsa nimani gapiryapti. Demak, misol bersam, hozir men sizlarga nima gapiryapman? Men inglizcha gapiryapman. Shu subject bo'ladi. Keyin shu yerda misollar bor. Noto'g'ri misol berdim. Yana o'tamiz hozir. The dog runs. Kuchuk chopapti. Kuchuk subject bo'ladi. Subject chopapti. Men yozapman desam, kim subject bo'ladi? Men subject bo'laman. Rano poetry yozapti desam, kim subject bo'ladi? Rano subject bo'ladi. Go'zal mashinani haydasa desa, kim subject bo'ladi? Go'zal subject bo'ladi. Shunday narsa. Ega ot. O'zbek tilida. Nima dedingiz? Ega yoki ot. Egal yo'q ot. Bizda kim nima savoliga javob berganini subject deydi, ya'ni. Ha, rahmat. Who is what is savollarga javob bergan anaqani. To'g'ri aytdimmi? Who is bilan what is ga javob bo'lganaga subject deyiladi. To'g'ri aytdimmi? Odam kim so'rabdi degani. Lekin yana misol bersam, meni dadam menga ovqat qilib berdi degani subject bir narsani qilabdi subject degani. Meni dadam subject bo'ladi, ovqat pishiryapti. Shu kim ovqat pishiryapti? Dadam bo'ladi. Keyin yana misol bersam, men ayamni telefonida o'ynabman. Shu o'ynabman degani bir narsani qilyapti. Kim qilyapti? Men bo'ladi. Shu yana ikkinchisini o'qiymiz. Boshqa savol yo'qmi subjectdan? Yana mashq qilamiz. Yo'q, o'tiring. Endi verb bor. Verb degani odam subject bo'lsa, odam nima qilgani verb bo'ladi. Lekin verb harakat deydi. Harakat. Kim nima narsa qilyapti? Misol bersam, chopsiz, shu harakat shu verb bo'ladi. Siz bir narsani qilyapsiz. Chopsiz shu verb. Moshin haydasiz shu verb. Bir narsa pishirsiz shu verb. Siz bir narsani qilyapsiz. Endi misolda the dog runs. Endi dog subjectni bildik. Dog bir narsani qilyapti. Endi bir narsa nima desangiz shu verb bo'ladi. Runs. Chopapti. Verb chopapti bo'ladi. Nimaga so'rasangiz, shu actionni qiladi, shu harakatni qilyapti. U harakatlik. Verbda hech savol yo'qmi? Yana o'tamiz, yana qaraymiz, mashq qilib. O'tiraman.
Endi yana object bor. So uch narsani o'tdik, birinchi subject o'tdik, keyin verb o'tdik, endi objectni qilamiz. Object degani kim it answers what or whom. The object receives the action. Endi shu yerda misol tushunasiz. The dog eats food. Endi dog degani subject. Subject bir narsasini qilapti. Dog eat food qilapti. Shu dog subject bo'ladi. Endi eats verb. Eats ovqat yeyapti, bir narsani qilapti, harakat. Shuning uchun verb bo'ladi. Endi food object bo'ladi. Action olapti. It receives the action. Action olapti. Shunda to'ldiruvchi hisoblanadi. Gap to'ldiruvchisi object tushunishim bo'yicha shunaqa. Ya'ni to'ldiruvchi degani nimaga qaratilgani ish harakatda. Ha, to'g'ri. Yana ko'ramiz. Endi ko'plikni qaramaymiz. Ko'plik qiyinlashadi. Shuning uchun birinchisidan o'tamiz. Shu lessonlarda ko'rsangiz, keyin bir marta, ikki marta, uch marta qiyinlashadi. Lekin hozir simple sentence o'tamiz. Unday qiyin emas, lekin yaxshi uch narsalarni ichida bo'ladi. Uch narsa gapirganimiz mayda subject, verb, keyin object. Simple sentence degani kichkina sentence, kichkina so'zlar. Simple sentence, one subject and one verb oladi. Bitta subject and bitta verb. Shu yerda misol, I like coffee. Shu simple sentence bo'ladi. I bo'ladi mayda subject, like qilgani verb, keyin coffee object bo'ladi. Keyin yana shu yerda mashq qilamiz. Endi boshqa ranglarga belgi qo'yganman. Present tense sentence structure deymiz. Keyin simple sentence ni o'zining formulasi bor. Uchta narsada ichida bo'ladi. Subject, verb, object. Siz inglizchadan o'ziz so'zlarni bilganingizni gapirsangiz, formulani to'g'ri qilmaysiz. Shuning uchun uchta narsani bilsangiz, keyin to'g'ri gapirasiz. Shuni tushunishga shu yerda misollar bor. She cooks dinner. Shu ovqatni qilapti. Keyin sizga so'rayman, she nima bo'ladi desangiz, she subject bo'ladi. Kim dinnerni qilapti? Kim ovqat yasabdi? Kim ovqat qilapti? She bo'ladi. She degani qizlarga. She subject bo'ladi. Endi cooks verb bo'ladi. Cooks bir narsani pishiryapti. Shu harakat qilyapti. Shu harakat narsa. Shuning uchun verb bo'ladi. Keyin dinner object bo'ladi. Dinner verbni olapti. Shu verbni olapti. Endi yana qarasiz. My dad changes the car tires. Meni dadam mashinani shinlarini almashtiribdi. Yo, tire. Mashinada ballonni almashtiryapti. Ballonni almashtiribdi. Assalom Firuza, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Kim keldi Simon? Eshitolmayapman sizni. Xo'p, hozir lesson o'rtasidamiz. Savol bo'lsangiz, yo bir narsani tushunmasangiz, yana boraman. Mikrofoningizni o'chiring. Hozir sound qilyapti, lekin sizni eshitolmayapman. Keyin yana qarasak, shu yerda misollar yozib qo'yganman. Endi shundan savolingiz bo'lsa menga ayting. Lekin aytmasangiz, o'zingiz misolingizni qaytib qilishni bilmaysiz. Hech kimga savol bormi? Verbda oxirida noto'g'ri fe'llar ishlatiladi-yu, like, likes, mana anaqa o'shalarni ham
farqlashi yaxshilab o'rgatasizmi? Yoki kengroq mavzu qilamizmi yo shart emasmi? Yo'q, yana o'rgataman. Lekin shu misollar qo'yganimim. Are you talking about he likes dogs shu narsalarni yozib qo'yganimni gapirapsizmi? Misol uchun verb o'zgaradi-ku, misol uchun Qaysini shaxsga gapirapsiz? nisbatan. Qaysini gapirapsiz? Umumiy ma'noda aytolmanki, verblar o'zgarib turadi. Misol uchun shaxsga qarab, ya'ni subjektga qarab o'zgarib turadi-ku verblar. Misol uchun like, misol uchun my menga yoqadi deganda I like bo'ladi. He likes bo'ladi. O'zgaryapti-ku verb. Qanaqa holatlarda o'zgarishini ham tushuntirib ketasizmi? Nomi shu borada. Qaysini Nargis, you can say we're gonna right now three is really important, so we're gonna learn later the aytsam bo'ladi. She was asking for the subject or something. Did you Yeah, understand? the changing the sometimes when you make a sentence is changing, right? Verb. Yeah. Shuni yana o'tamiz. Qo'rqmang. O'rgataman. Rahmat Go'zal. Rahmat. Go'zal opa, uzr. Hech qisi yo'q. Nargis sal o'zbekchaga qiynaladi gapirishga. Yana o'tamiz. Distracted bo'lmak. And then now you try degani o'zi misol qo'yganman. Endi o'zingiz topish kerak. Qaysi subject bo'ladi, qaysi verb bo'ladi, qaysi object bo'ladi. Keyin Fruza hozir keldi. Shuning uchun yana bir marta o'taman. Shuni tez o'taman. Fruza, Nargis, you can say that you're gonna video the class and you can put it on the YouTube. They can watch it again. Yeah. Hozir shu lessonni hammasini video qilaman. Shundan YouTube'ga qo'yaman. Keyin qaysi late kelganingiz uchun o'zingiz yana ko'ra olasiz. Rahmat. Yana misollarni sizga o'qiyman. Keyin o'zingiz subject, verb, objectni topish kerak. Birinchisi, he likes dogs. My mom cooks great food. My favorite color is blue. Endi siz o'zingiz yozing bitta daftardan. He subject bo'ladimi, verb bo'ladimi, object bo'ladimi, qaysi so'zlar. Sizlarga 1 minut beraman, keyin yana qaysi noto'g'ri, qaysi to'g'ri o'tamiz. Endi meni o'qitsangiz, qo'lingizni tepada ko'taring. Keyin bilaman yana o'tamizmi, o'tirishimiz kerakmi.
bo'lsangiz yo bir narsani tushunmasangiz faqat o'tirmanglar, qo'lingizni tepada ko'taringlar, keyin yana o'zim o'taman. Nargis, why you waiting? Keep going. Okay. Hech kim bittasini misol birini qila oldimi? He nimaligini subject, verb, objectni bilasizlarmi? Yo yana o'zim o'taymi? He but the subject, like is verb, dogs object. Yana ayting. Eshitolmadim. He but the subject, To'g'ri. like is verb, dogs object. To'g'ri. Rahmat, to'g'ri qildingiz. Menga 3-chi savol qiziqroq bo'ldi-da. My favorite color is blue. But the verb favorite color bo'pti shunda. Endi ko'rsangiz o'tishni Harakat yo'q harakat bo'lsa. degani harakat bor. Kimdirni favorite degani bir narsani eng yaxshi ko'rsangiz, shu bir xil like deb bir xil. Bir narsani like qilsangiz, bir narsani yaxshi ko'rasiz. Bir narsa sizni eng bo'ldi, yoqsangiz, tushundim. endi shuni ham yaxshi ko'rasiz. Shunday bo'ladi. Keyin shuning uchun favorite color verb bo'ladi. Keyin blue object bo'ladi. Keyin yana shu yerda shu yerda yozilgan. Shu yerda almashtirib ketgan, lekin favorite degani shu yerda bo'lishi kerak. My favorite degani shu yerda verb bo'lishi kerak. Shu yerda. Loves bilan almashinib kelyapti, tushundim. Endi shu yerdan hech kimni savoli yo'qmi? Shu yerda nimaga shuni qo'ydi, shu yerga nimaga shuni shu yerda qo'ydingiz deb. She'ga nisbatan favorite ishlatsa bo'lmasmidi? Qayerda? She favorite deb aytolmasmidi? Loves ishlatilyapti-ku, verbda boshqa. Shuni almashtirib ketdi, lekin o'tib ketdim. Qarasangiz, favorite shu yerda my favorite color is blue is almashtirib ketdi she bilan. Shu qarasangiz, favorite color shu loves day bir xil, lekin favorite degani sizga o'zingiz yoqadi, love degani siz juda yaxshi ko'rasiz. Shunday Ikkalasi bitta narsa. Faqat ikki xil neyda kelyapti, aytilyapti, shundaymi? Favorite in love. Yoqtirish ikkalasi ham. Keyin yana ikkitasini o'tmadik. My mom subject bo'ladi. Subject o'zini gapiribdi, momni gapiribdi. Kim verbni qilyapti, subject aya bo'ladi. Meni ayam pishirishni yaxshi ovqat pishiradi degani. Kim pishiryapti yaxshi ovqat, aya bo'ladi. Shuning uchun my mom subject bo'ladi. Cooks verb deydi, pishirish. Shu harakat qilyapsiz. Shuning uchun verb deb belgilaymiz. Keyin great food degani yaxshi ovqat. Shu pronoun subject bilan verb nima qilyapti? Object olyapti. Shunday
nima gapiryapti, nimani pishyapti, great foodni pishyapti, shunday bo'ladi. Shuning uchun object deydi shu yerda. Keyin yana shu yerda o'tmoqchi edim. Compare qilsangiz, misol 1 bilan misol 2. Misol 1ni o'zbekchada yozib oldim. 100% kerakmi, bilmayman, lekin qiz kechki ovqatni pishiradi. Ni yozib qo'ygan. Qiz she'ni bir xil bo'ladi. Shuning uchun subject. Keyin ovqatni objectni shu yerda qo'ygan, keyin pishirdi ni shu yerda qo'ygan. Shu inglizchada qarasangiz backwards bo'ladi. O'zbekcha subject, keyin object, keyin verbni ishlatdi. Lekin inglizchada qarasangiz birinchi subject, verb bilan objectni ishlatadi. Shuni o'zbekcha gapirsangiz, inglizchada bir xil emas. Ish harakat oxiridagi so'z belida inglizlarda demak anaqa egadan keyin keladi. So'zni o'rtasida, gapi o'rtasida keladi demoqchisiz. Ha, demoqchiman shu. Rahmat. Shuning uchun o'zbekcha bilan inglizcha bir xil emas. Sal bir xil bo'lsa, o'zbekcha birinchi object edi, keyin verbni aytadi, verb oxir. Bu qandaydir formula deydi. Agar mana shu formulaga qo'yib gapirsangiz, har doim to'g'ri gapirasiz-da. Ha, to'g'ri. Rahmat. Keyin yana misol 2da qarasangiz, my dad changes the car tires. Meni dadam mashinani nima edi, tire balonlarni almashtiradi. Balon edimi? Almashtiradi. Mashinada balonni almashtiradi. Mashina balonni almashtiradi. To'g'ri yozmadim, kechiring. Keyin qarasangiz, dadam subjectni qo'ydi, to'g'ri. Lekin o'zbekchada yana object qo'ydi. Yana mashinani gapirdi. Keyin oxirida almashtiradi dedi. Shu inglizchada shunday bo'lmaydi. Inglizchada birinchi subject qiladi, keyin verb qiladi, harakat narsasini, keyin object qiladi. Shuni o'zingiz o'zbekchada gapirsangiz, shuni qarashingiz kerak. Men verbni oxiriga aytayapman, lekin inglizchada aytsam, verb oxiriga bo'lmaydi. Misol beraman hozir. Inglizchada I like food bo'lsa, men ovqatni yaxshi ko'raman deydi. I like bo'ladi. Men ovqatni yaxshi ko'raman, food I like. Shu verbni oxiriga qo'yapti. O'zbekchada, lekin inglizchada I like food o'rtada bo'ladi. Inglizchada. Okay. Endi shu yerda mashq qilamiz. Sal qiyinroq, o'zingiz qilasiz. Keyin yana 1 minutdan o'zim qilaman. Kim tushunsa, shundan so'rayman. Lekin tushunmasangiz yana o'zim o'taman. Endi 1 minut beraman. Yozib qilinglar. Keyin o'zim so'rayman sizlardan. Nargis, can you repeat one more time? What's the first one? First one degani my No, mom. the verb, object, and nima edi? Birinchisi nima edi? Formuladagi? Hozir yana ko'rasiz. Yes. Birinchisi Subject, verb, object object. bo'ladi. Okay, subject, verb, object. Lekin tushunishingiz kerak, subject qaysini, verb qaysini, object qaysini. So'rang, bo'lganingizda yana misollarga o'taman. O'qiyman.
qarab bo'lganingizda ayting, keyin yana misollarga You can move your page. Okay. Go'zal opa, hozir satrni qanaqa o'zgartirilganini qaytarib yuboring inglizchasiga. Yana bir qaytarib yuboring-da, eshitmay qoldim, uzr. Hozir aytdingiz sahifani o'zgartiringni inglizchasiga aytdingiz-ku, shuni qanaqa Can you change your page? No. Change degani o'zgartirish. Change you move dedingiz-ku, nima dedingiz? Yo page Yeah, o'zini page. o'zgartiring dedingiz. Rahmat. Rahmat. Menimcha mana shuni yozib olishimiz kerak-da. Subject, verb, object. Qaysi birinchida, ikkinchida, uchinchida kelishi mana shu muhim menimcha juda ham. Gap tuzgan vaqtda. Ruslarnikiga o'xshaydi ekan, mana qarang anaqa. Ana готовить ужин degandek anaqa ruslarning tuzilmasiga o'xshaydi ekan, gap tuzilishi. Shu mana shu formula bo'lsa, mana shu formulalar har doim esda qolsa, ingliz tilida gapirganingizda to'g'ri gapirasiz-da. O'zimizda buni pishirish oldinda kerak, ovqat pishirish keladi-ku. Shuning uchun biz gapirganda ko'pincha xato gapiraveramiz. Biz o'zbek tili yo'li bilan gapirishga harakat qilamizda. Lekin Amerikada birinchi subject, verb, keyin object keladi. To'g'ri. Tayyor bo'lsangiz menga aytib yuboring, lekin shunda o'qiyaman. You can move your page, Nargis. So, bilmasak yordam berasan. Go'zal opa, siz yaxshiroq gapirar ekansiz. Siz necha yildan beri Men Nargis dayasman. Yo'q, necha yildan beri yashaysiz? Anaqa qiyin bo'lmaganmi yoshingizga o'rganishni? Necha yoshdan boshlagansiz? Men biza 2010-yil ko'chib kelganmiz. Nargiz 1 yosh bo'lgan shu vaqtda. Qancha vaqt o'rganib ketdingiz? Zo'r gapirar ekansiz. Men ishlaganim uchun, hamda muloqotda ko'p bo'lganim uchun tez o'rgandim. Uyda vaqtim o'rgandim, lekin gapira olmadim baribir. Mana uydaman-da, o'shaning uchun gapira olmayman. Gapira olmaysiz. Hech bo'lmasa bironta joyga ishga kirib olsangiz ham muloqot ko'p bo'ladi. Men maktabga sekin-sekin o'rganib maktabga ishga kirganman. Maktabda har doim muloqotda bo'lasiz. Biz tez o'rganganman. Shuning uchun. Ham YouTube videolar juda ham ko'p ko'rganman. Shu ham ko'p yordam beradi. Yodlashga ham osonroq bo'ladi. Hayotda qo'llanilganda keyin talaffuzi bilan osonroq o'rganadi odam. Men ham kitobdan o'rganmaganman, shuning uchun hamma qonun qoidalarini yaxshi bilmayman. Nargiz o'rgatyapti, o'rganyapman. Lekin gapirishda yaxshi gapiraman. Muloqot ko'proq qilish kerak. My mom liked to eat osh. Meni aytsam bo'ladimi Nargiz birinchisini? Go ahead. My mom is verb. My mom verb bo'lmaydi, harakat Right. Subject. Subject bo'ladi. Shuning uchun Like. Eat is verb. eat verb bo'ladi. Like is Hozir birinchi likes kelgan, shuning uchun likes harakat qilyapti-ku, shuning uchun likes verb bo'ladi. action. So hozir explain qilaman. Okay, go ahead. Endi likes bor-ku, verb nima qiladi? Pronoun nima qilyapti aytadi. Shu my mom nima qilyapti? Shu eats oshni like qilyapti. Shuning uchun likes verb bo'ladi.
aytapti nima yaxshi ko'rishni. To eat osh to'ldiruvchida object bu. To eat Okay, osh is object, right? Osh object. Eat Aha. o'zbekchasiga to'ldiruvchi Go'zal opa. Ha. Assalom yana Iroda. Hozir shu keyin qildi kirdi. Oh, hold on. You came a little late, so we're reviewing present tense sentence structure. Yana shu yerda video qilamiz. Shu videodan nima o'tmaganingizni qaraysiz. I'm just gonna go over it. So bittasi degani my mom likes to eat osh. Meni ayam oshni yeshni yaxshi ko'radi. Degan my mom pronoun bo'ladi. Likes verb bo'ladi. Eat osh subject bo'ladi. Endi so'rasiz eat ham verb ku, likes ham verb. Endi qaysi birinchi verb ni ishlatamiz desangiz likes bo'ladi. Shu likes degani qayerda tushuntirsam? So pronoun verb ni kim qiladi? Mom qiladi, right? So pronoun mayda. Ooh, I'm struggling. You can say English, I can translate. Okay. So the as you can see, the subject, the verb is the first thing that's likes to eat osh. The verb is, sorry, I'm struggling to explain this. Kitchen. So the pronoun is, hold on. So the verb is basically like who is doing what, right? Or the harakat, right? The mom is what's doing the harakat, right? So the mom is the pronoun. Why do I keep saying pronoun? The mom is the subject for that reason. And so my mom nima qilapti? Itosh qilapti, lekin itoshni yaxshi ko'rish, she's liking to eat osh, right? So Go'zal opa, men tarjima qilsam maylimi? Go ahead. Qilavering, mayli, bemalol. Bu yerda onasi ega bo'lib, yaxshi ko'rishi fe'l bo'tida to eat oshni yaxshi ko'rishi to'ldiruvchi bo'tdi. Ya'ni gapni to'ldirib beryapti. To'ldiruvchi bo'lgani uchun object bo'lyapti. Object degani o'zi to'ldiruvchida, gapni to'ldiryapti mazmunini. O'zi asosiy maqsad onasi nimani yaxshi ko'rishi, nimani yaxshi ko'radi degan savolga javob bergani uchun to'ldiruvchi bo'lgani uchun u ikkinchi fe'l bu yerda to'ldiruvchi bo'lib kelyapti. Rahmat. Sizga rahmat. Kechiring, men qaytib tushuntirishni umuman bilmadim. Rahmat aytganingiz uchun. O'zbekchada qiynalyapsan, harakat qilib o'rganasan. Siz o'zbekcha, biz inglizcha shunday. Uch marta eshitmagan shuni. Endi ikkinchisini nima qilsam maylimi? Ha, qo'ying. Qaysi pronoun, qaysi verb deb belgilang. Iltimos. My daughter subject not now. Does not know. No, bilmaydi, ya'ni bilmaydi degani u verb. How to swim. Qancha vaqt suzish kerakligini object. To'g'ri. Endi kim uch qilmoqchi? Tarjimasini ham aytib ketmagingiz. My daughter does not know how Okay. to swim. So Meni qizim ikkinchisi- qanday suzishni bilmaydi. My daughter does not know how to swim. Meni qizim qaytib suzishni bilmaydi. Shu aytganingiz to'g'ri edi. My daughter pronoun dedingiz. Does not know harakat qilyapti, bir narsani qilyapti. Shu mayli shuni bilmaydi degani suzish object. To'g'ri aytdingiz. Fruza, savolingiz nima? Man uchinchisini nima qilmoqchi edim? Variantini bermoqchi edim. Birinchi o'qing, tarjima qiling, keyin qaysi subject, qaysi object, qaysi verbni ayting. Ha. My dog hates to be around cats. To'g'ri. Bu demak, o'zbekchaga tarjima qilganimizda mani itim o'sha mushuklari orasida yurish yomon ko'radi.
To'g'ri. To'g'ri tarjima qildimmi? Ha, yaxshi tarjima qildingiz. Endi belgilang. Endi buni demak subject, object, verbga bo'lib chiqamiz. Demak my dog bitta subject. Hates bu the verb. Adashmasam to be around cats bu yerda nima bo'lib kelyapti? Object. To'g'ri. Yaxshi qildingiz, rahmat. Bitta savolim borda, mana shu to be around cats da complex object holatida bo'ladimi shunda? Endi verbni verb bilan qilmaysiz-ku. To be around cats ichida verb yo'q. U separate qilasiz. To be around cats object bo'lsa, shu o'zi bo'ladi. Shunday qarasangiz shunda yozilgan edi. Xo'p, tushunarli. Endi Mani variantim shu. ha, endi yana aytsam, subject nima? My dog. My dog nima qilyapti? To be around cats ni yomon ko'ryapti. Nimani yomon ko'ryapti? To be around cats. Shunday bitta ikkita uchta deb bo'ladi. Endi o'zingizda yana qilib bilmasangiz, yana o'zingizdan savol so'rashingiz kerak. Pronoun edimi? Yo'q, subjectni so'raysiz. My dog nima qilyapti? Verb qilyapti. Verb qiladi har doim. Hates bo'ladi. Nimani hate qilyapti? Nimani yomon ko'radi? To be around cats ni yomon ko'radi. Shuning uchun shu to be around cats object bo'ladi. Rahmat. Lekin tushunmasangiz, yo meni javobimni tushunmasangiz, menga ayting. Yomon o'zbekcha gapiryapsiz, yo bu narsa shuni tushunmadim desiz, meni ayam yana tarjima qiladi. Mendan yaxshiroq tushuntiradi. Hech kimning savoli yo'qmi? Savol yo'q bo'lsa, yana sizlarni homeworkini qaytib qilishni explain qilaman. Endi uy vazifa edimi homework? Uy vazifa beraman sizlarga. Shu uy vazifani o'zingiz qilasiz, keyin picture qilasiz telefoningizda, keyin telefoningizda bizni Instagramimizga jo'natasiz. Endi uy vazifasiz birinchi bitta vazifa bor, keyin yana shu yerda ikkita bor. Endi birinchisi yozish bo'ladi. Write 3 sentences about your day. 3 ta narsa yozing. Siz nima qilganingizda what was day? Day nima edi? Kuningiz haqida yozing. Shunday. 3 ta sentence yozing kuningiz haqida. Shu yerda misol bor. What did you eat today? Bugun nima yedingiz? What is your morning routine? Morning. Kun tartibingiz qanday? Ha, shu. Keyin yozganingizda kuningiz nima bo'lganida 3 ta period ishlatish kerak, 3 ta sentence'ga. Keyin 3 pronouns ishlatish kerak. Shu hozir tushunmasangiz, birinchi qildik pronounni. Pronoun degani she, he, my, they. Endi shu yerda yozdim misol qilib. Endi men siz bo'lsam, men buni yozadim. I woke up today at 6 a.m. Men 6da bugun turdim. I bo'lgani pronoun. My day was good. My yana pronoun ishlatdim. I fed my cat food. Meni kunim yaxshi edi. Meni mushugimga ovqat berdim. Keyin siz tushunmasangiz, atni qaytib ishlatamiz, wasni qaytib ishlatamiz, shu narsalarni qaytib ishlatamiz. Yozavering. Internetda qaramang. Keyin siz nima bilganingizni o'zim qarab yana to'zaman nasin. Siz faqat hammasini umuman yoza olmasangiz, bitta ikkita uchta so'zlar yozsangiz, keyin bilaman u bu yozishni bilmaydi, bu shu so'zlarni bilmaydi, keyin shuni o'tamiz. Shuning uchun internetda qaramay o'zingiz qilib jo'natsangiz, men o'zi yaxshi bilaman nima o'tish kerakni.
keyin shu yerda o'zbek tarjimasi edi. Shu birinchi vazifasini nima qilishni savolingiz bormi? Agar yozmasalaringiz rasmga tushirib olsalaringiz ham bo'ladi. Agar yozib olsalaringiz ham. Rasm tushiringlar. Keyin qarab vazifasini qilasiz. Keyin bizni Instagramimizda picture qilib jo'natasiz. Shu qachon qilaman desangiz, before nima edi? Shu yana meet qilganimizdan Keyingi darsimizdan oldin. Shu. Lekin birdan qilsangiz yaxshi bo'ladi. Endi hamma picture oldimi? Yo yozib oldimi? Suratga oldimmi? Endi ikkinchi vazifangiz bor. Shu mashq qilganimizni o'zingiz belgilaysiz. Endi ikkinchi vazifasiz label the correct subject, verb and object of the simple sentences. To'g'ri subject, verb bilan objectni belgilashingiz kerak. Shu yerda misollar qo'yganman. The boy pronounmi, pronoun emas. Objectmi, subjectmi, verbmi, kicks nima, the ball nima, shu narsalar. Keyin bir narsani tushunmasangiz, noto'g'ri bilgisiz, hold on. Belgilavering. Shu bilaman, qaytini nimani tushunmaydi. Hozir siz verbni, objectni almashtirsangiz, men bilaman, shuni u tushunmaydi, shuni yana qilishim kerak. Lekin hammasini to'g'ri yaxshi qilsangiz, keyin o'zim ular hammasini tushunadi, shuning uchun yana qilishim kerak emas. Endi bularni o'zbekchada o'qiyman, to the best of my ability at least. Bir daftar. The boy kicks the ball. O'g'il to'pni tepapti. Ikkinchisi, my sister cooks dinner. Meni opam ovqat pishyapti. Uch degani, the dog chases the cat. It mushukni oldidan chopapti, or chase qilapti. 4 degani, the teacher reads a book. O'qituvchi kitobni o'qiyapti. 5 degani, Sam drinks water. Sam is Sim. Waterni ichyapti, suvni ichyapti. The girl draws a picture. Qiz rasm chizapti. And Tom opens the door degani. Tom nima edi? Eshikni ochyapti. Keyin siz nima qilganingiz, siz qilishingiz kerak, belgilashingiz kerak. Qaysi verb bo'ladi, qaysi subject bo'ladi, qaysi pronoun bo'ladi. Sizlaringizga bittasini qilaman, keyin yana o'zingiz hammasini qilishingiz kerak. The boy kicks the ball. Qaysi pronoun, pronoun hozir yana dedim. Qaysi subject dedim? Subject kim narsani qilapti deydi. The boy bir narsani qilapti, ballni kick qilapti. Shuning uchun the boy subject bo'ladi. Keyin so'rasiz, the boy nima qilapti? Nima verb qiladi? Kicks qilapti. The boy kick qilapti. Harakat qilyapti. Shuning uchun harakat qilgani verb bo'ladi, kicks. Keyin o'zingizga yana so'raysiz, o'g'il nimani tepapti? To'pini tepapti. Shuning uchun ball oxiriga object bo'ladi. Narsani qilapti. Keyin yana o'zingiz 2, 3, 4, 5, 6 bilan 7 qilishingiz kerak. Rasmga tushiring yo daftaringizga yozing. Keyin Instagramimizga picture jo'nating. Iroda, sizni savolingiz nima? O'zbekcha qiynalsangiz, inglizchada ham tushunamiz, agar gapirsangiz qolganlar ham tushunsa. Rahmat. Endi hamma picture qildimi? Did everybody take a picture of the homework? Vazifasini yozib oldingizmi? Endi birinchi vazifangiz bilan ikkinchi vazifasini qilasiz. Keyin Instagramingizda jo'natasiz, message qilib.
Men hozir savol vaqt klass qildik. Rahmat kelganingiz uchun. Endi hozir turaman. O'zingizning savolingiz bor bo'lsa, yo bitta side yana qurmoqchi bo'lsangiz, menga ayting. Keyin yo bir narsani tushunmasangiz, shuni o'zingizga tushuntiraman. Lekin yana bitta narsani ko'proq qilmoqchisiz, like grammatika menga kerak emas, lekin men gaplashim yomon, qaytib yaxshiroq gaplashaman deb so'rasiz. Yana ikkinchi yo uchinchini qaytib yaxshiroq gaplashishni qilamiz. To improve your speaking. So let me know your preference. Qaysi qilmoqchisizni, qaysi siz qilmoqchiligingizni ayting. Oh my god. Whatever you want to prefer, tell me. Keyin yana Instagramimizni link qo'yaman. Shu linkdan YouTubedan bu videoni rekord qilganman. Shuni late kelgan bo'lsangiz, bir narsalarni tushunmasangiz, yana qaytarib o'zingiz ko'rolasiz. Lekin birdan bo'lmaydi. Instagramimizda aytamiz qachon tayyorligini, keyin shundan o'zingiz yana videoni o'zingiz ko'rolasiz. Rahmat kelganingiz uchun.